nikohni bekor qilish uchun har ikki taraf ham, ya'ni er ham, ayol ham bunga rozi bo'lish kerak. Ikkinchi tomon rozi bo'lmasa, nikohni bekor qilib bo'lmaydi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Qo'roqlardan ba'zan shunday savollar bo'ladi: sudga ajrimga ariza berdim, lekin erim yoki ayolim ajrimga rozi bo'lmayapti. Bunday holatda sud nikohdan ajratmaydimi degan mazmundagi savollar. O'zbekiston Konstitutsiyasining 76-moddasi, Oila kodeksining 14-moddasi hamda Oliy sud plenumining 6-sonli qarori 1-bandida nikoh tuzishning ixtiyoriylik belgilab qo'yilgan. Bu qoida faqatgina nikohga kirishning emas, balki nikohda yashashning ham ixtiyoriyligini anglatadi. Ya'ni er yoki ayol nikohdan ajrashishni xohlayaptimi, sudga borib ariza berishi mumkin. Ikkinchi tomon rozi bo'lmayapti degani nikohdan ajrashishning imkoni yo'q degani emas. Nikohdan ajrashish uchun asos bitta, ya'ni sud tomonidan er va xotinning bundan buyon birgalikda yashab ketishiga va oilani saqlab qolishga imkoniyat yo'q deb topilishi. Demak, qaysidir tomon ajrimga rozi bo'lmagan taqdirda ham agarda sud oilani saqlab qolishning imkoni yo'q deb topadigan bo'lsa, ularni nikohdan ajratadi.